Bu yilgi Premyer Ligani prognoz qilib ko'ramiz. 18 ketdi. 17 pastdan boshlandi. Rostdan pastdan boshlandi. 19 Championship. Everton ketdi. 12. Bu komandaga 13. West Ham kuchli 10 talikda. Kuchli 14 talikda. Keyingisi Fulham kuchli 15 talikda. Kuchli 11 talikda. 11-o'rin. Crystal Palace 9 taliga amallasa bo'ladi. Asosiy jangchilar yo'q, chiqyapti. Xo'p, mayli. Qoldiramiz bu komandani. Liverpool mana sevimli komandam, lekin chempion bo'lishga ko'zim yetmayapti. Lekin 4 talikka qo'yamiz. 4 talikda. Bu lishni meni o'zimni prognozim. Aston Villa qolib ketibdi-yu. Aston Villa 8 kirgizamiz. City kuchli 3 talikda. Ketdi. Mayli, sal almashlasa bo'ladi pastsa, lekin joyi shetdagi. Arsenal bilasizlar, hozir birinchi o'rinda, lekin yarim yillik jamoada bu isbotlangan. Ko'zim yetmayapti chempion bo'lishiga. 2-o'rin. Manchester United kuchli 5 talikda. Newcastle 6-o'ringa beramiz. 7. Bu 7 bo'la qolsin. Tottenham mayli 6-o'rin. Va chempion mana prognozim bo'yicha bu yil Chelsea bo'lsa kerak. Agar bu o'yini bo'lsa Chelsea. Bu lishda mana Elite Sportda reytingi, sizlar reytinginglar bo'yicha qanaqa bo'ladi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat.